Qizim iloyim menga kirsin, mani baxtimga sog' bo'lsin. İşte azoblardan qutqardi balo. O'g'illarim jo'natdi. Nagoranda shunday yaxshi davolanayotgan joyi bor deb. Oilamiz bilan keldik-da. Aha. Ha, albatta, mana shu oilamiz bilan yana kelib turamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, amaki yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimi? Xudoga shukr. Dam olish qanday bo'lyapti sanatoriya? Zo'r bo'lyapti. Yaxshi. Sog'liq joyiga kelyapti. Farzandlaringizdan mamnunmisiz? Ha, albatta. O'zi farzandlarimiz uchun yuribmiz-da. Shuning uchun shularning gapi bilan keldik mana. Kamchiliklar yo'q-a? Ha, yo'q, kamchiliklar Yana yo'q. kelish niyatingiz bormi? Ha, albatta. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Judayam onamning uyida bemalol. Rahmat. Qizim jo'natdi. Sizda Oyog'imda yuraydim. Jo'natdi. O'zi onlayn to'lov qilib joy boring dedi.